Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan Otchopar mahallasida sayyor sud tashkil qilinib, yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzib, yo'l transport hodisasi sodir etgan huquqbuzarlarga nisbatan bir qancha ma'muriy ishlar ko'rib chiqildi. Unda jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudyalari, yo'l patrul xizmati xodimlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Respublikamizda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish barchamiz burchimiz hisoblanadi. Yo'l harakati xavfsizligiga rioya etmaslik natijasida salbiy oqibatlar kelib chiqishi ko'plab uchramoqda. Mana shu harakatlarni oldini olish, bir profilaktik jihatdan ularga tarbiyaviy ruhda bo'lish uchun mazkur sudlar, sayyor sudlarga chiqildi va ularga yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzmaslik, buning ayanchli oqibatlari kelib chiqishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirildi. Sababi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi moddalardagi nazarda tutilgan huquqbuzarlikdan tashqari bu yo'l transport hodisalari natijasida sodir etilayotgan og'ir oqibatlarni keltirib chiqarilishi Jinoyat kodeksimizda nazarda tutilgan mazkur bir qancha moddalarning buzilishiga hamda ularning jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lmoqda. Mazkur sayyor sud jarayonida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 133, 135 va 135 prim moddalari bo'yicha ham ishlar ko'rib chiqildi. Yarashuv instituti tashabbusi bilan tomonlarning o'zaro kelishuv asosida yetkazilgan moddiy zararlar qoplanganligi bois aksar ishlar yarashtiruv bilan tugatildi. Ba'zi holatlar bo'yicha esa ma'muriy huquqbuzarlarga nisbatan jarima va boshqa jazo turlari qo'llanildi. Sayyor sudda bizning ishimiz ko'rildi, ya'ni avariya holati. Jabrlanuvchi ayol kishi bo'ldi, men aybdor bo'ldim. Ayol kishilar ham ko'p xato qilishadi, xato bizda ham bo'ldi. Bu narsa hozir muhimi yarashdik mana sayyor sudga rahmat katta. Adolatli qaror chiqarib berishdi, jarimani ham kamaytirib berishdi. Sho'pirlarga, ayollarga bir-birimizni hurmat qilib yuraylik deb tavsiya beraman. Baribir bir-birimizni hurmat qilsak, yo'limiz ham oq bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi, qoida kamroq buziladi. Albatta yo'l qoidasi umr foydasi deb bejizga aytilmagan. Biz ham o'z navbatda haydovchilardan yo'llarda hushyor bo'lishni va imkon qadar yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilishga chaqiramiz. Bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan mahallabay kvadrat tizimida xizmat tashkillashtirilgan. Har haftaning juma kunlari poytaxtdagi barcha mahallalarda sayyor qabullar, sayyor sud jarayoni o'tkaziladi. Bugungi sayyor sud jarayoni ko'rish mumkin. Sayyor qabul jarayonlarini poytaxtning Yunusobod tumanining Otchopar mahallasida o'tkazildi. Ana shu mahallasida jamoatchilik vakillari, mahalla faollari hamda huquqbuzarlik holatlarini sodir etgan shaxslarning ishlari ko'rib chiqildi va sudlar tomonidan tegishli tartibda qonuniy qarorlar qabul qilindi. Har qanday vaziyatlarda yurtdoshlarimizdan avtomashina boshqa jarayonda yo'llardagi yo'l harakat qoidalariga va yo'llardagi yo'l madaniyatiga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.